Test. Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlari yaxshimi? Mana bugun Ramazonning ham so'nggi kuni. Asbosa bitta efirchani ham qilib olsak, takrorlash darslari. Yo'llari IDC, demak, kelib qoldik. Onli va cheksiz davriy onli kasrlar. Birinchi testni ko'rdik o'tgan mavzumizda. Demak, ikkinchi testni ko'rib chiqamiz. Mana. Sargina kattalashtirib olsak, manimcha foydali bo'ladi. Ruchkamizni ochamiz, darsimizni boshlaymiz. Xo'p, demak, boshladik. Ikkinchi test, birinchi savol. 1-4 mavjud ekan, ikkalasidan ham chiqarib olsak, 2 3 ga qo'shadi, 1 3 ni. Demak, yig'indisi 3 6 bo'ladi. 3 6. Demak, to'g'rimi? Va bundan chiqarib olsak, buning yig'indisi 2 3 bo'lar ekan. 2 plus 1 8 yig'indisi 3 bo'lar ekan. Demak, bu 1 4 ko'paygan 3 6 bo'ladi. Bunisi 2 1 ko'paygan 3 bo'ladi. 1 ko'paygan 3 bo'ladi. Xo'p. Bu bilan bundan 7 ga qisqartirsak 2 qoladi va 3 qoladi pastda, to'g'rimi? Xo'p, bu bilan bundan 3 ni qisqartirsak 3 qisqarsa, yoki umuman olganda 9 qisqarsa, mana buni ham qisqartirib olsak, pastda 1 qoladi, yuqorida esa 0 necha qoladi? 4 qoladi. Ko'paytmasi 0,8 bo'ladi, ya'ni 2 ga 4 ni ko'paytirsak 0,8 qoladi. Bu ham teng 8 taqsim 10, 4 taqsim 5 bo'ladi. Bejo. Xo'p, ketdik keyingisiga. Demak, 0,1375, ya'ni 10 mingdan 1375 soni qanday eng kichik natural songa ko'paytirsa, natija natural son bo'ladi. Qanday kichik natural songa ko'paytirsa, natija natural son bo'ladi. Buni kalitga qarab yetsak ko'proq, yaxshiroq, manfaatliroq bo'ladi. Ya'ni 1375 ni 20 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Bu 2 ga ko'payadi va bor yo'g'i bitta o'tadi. Ya'ni natijamiz, xo'p, hozir orqadan boshlasak, bitta 0 2 ga ko'paytiramiz endi 1,2 7 va 5. 275 bo'ladi-da. Mana buni ko'paytirsak, endi butunni qayerga qo'yamiz desak, xo'p, 2,75 bo'lar ekan 20 ga ko'paytirsak. Bu natural son emas. Xo'p, keyingisi 40 ga ko'paytirsak, mana shuni yana 2 ga ko'paytirganimizda bu ham necha bo'ladi? Demak, 5,5. Bu-chi, buni 2 ga ko'paytirgani 10. Demak, javobimiz C javob ekan. Tushuntira oldimmi? Xo'p, ketdik keyingisi. Soni oddiy kasrga aylantiring. Demak, mana bu aralash davriy kasr hisoblanadi va bunda nima qilamiz? Kasrni yozib olamiz birinchi. Bizda butun qismi mavjud emas, demak butun qismi yo'q. Davriy qismi qaraymiz. Demak, davriy qismi bitta xonalik, ya'ni bir xonalik 3 dan iborat. Davriy qismi bitta 9 qo'yiladi. Va oldidagi ham bir xonalik bo'lgani uchun bitta 0 qo'ydik. Va yuqorida yozamiz. 43 minus mana 43, ya'ni ikkalasini birgalikda ayiramiz. Mana bu 4 o'zini, ya'ni davriy bo'lmagan qismini. Bundan natija kelib chiqadi. Demak, xo'p, 43 dan 4 ketsa 39 a. 39 taqsim 90. 90. Buni ham albatta qisqartirib olsak 3 ga 13 taqsim 30 bo'lar ekan. Bejo. Menimcha tushuntira oldim. Xo'p. Ketdik keyingi nima? Testimiz. Demak, 2 butun davriy 3 va plus 3 butun davriy
2. Buning yig'indisi nechaga teng bo'ladi? Buning yig'indisi 5 butun davriy 5 ga bo'ladi. Mana bu davriy. Davriy 5 bo'ladi. Ya'ni davriy qismi bir xilmi qo'shib olsak, buni keladi. Agar bu misol uchun 7, 6 bo'lsa, yig'indisi bir xonalikdan oshib ketsa qiynalamiz. Shuning uchun ochib yechganimiz ma'qulroq bo'ladi. Agar yig'indisi ham mana bunga o'xshab 3 va 2 bo'lsa, yig'indisi bir xonalik bo'lsa, ya'ni bemalol qo'yib ketsak bo'laveradi. Xo'p, 5 butun davrda 5 taqsim pasti 5 butun 5 bo'lar ekan. Ya'ni farqini hozir tushuntiraman. Xo'p, ikkalasi farqi 55 5 butun, xo'p, 9 dan 5 bu yuqorisi. Bu ham teng 45 mi? 50 bo'lar ekanda. Bu kira bu 45 qo'shsak 5 ni 50 bo'lar ekan. Mana bu qismi bizga kerak emas, 5 qismi. Ya'ni 50 taqsim 9, 5 davrda 5 ga teng. Xo'p, demak, buni ko'paytira olsak bo'ladi. Ya'ni 10 dan bo'lgani uchun 10 qo'yamiz va bu yerga 55 qo'yamiz. Va bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa 5 ga. Bu yerda 10 bo'ladi. Bu yerga 11 bo'ladi. 90 demak 100 taqsim 99 bo'lar ekan. 100 taqsim mana bu 10 ku, shu uchun 100 taqsim 99. Bu ham 1 butun 99 dan 1 mi? Shunday. 1. Demak, bu yozsak bo'ladi mana bu shaklda. Ya'ni 99 ku, ana buni 0 qilib olsak 1.01 davrda. Xo'p, ketdik. Keyingi savolimiz. Agar 83 taqsim 30 teng bo'lsa 2.7 davrda bu. Davrda aga bo'lsa ani raqamni topamiz. Xo'p, demak buni 3 ga ko'paytira olsak. Atak birinchi butun qismini ayira olsak ham bo'ladi. Ya'ni 83 bo'lsak 30 ga haqiqatdan 2 butun qoladi va bizada butun kasr qismida qoladigan joyi mana bu hozir. Buni tarkibida 60 da 60 yuqorida qoladi 23. Endi bizga ana bu kasr butun qismi kerak emas, ya'ni butun qism bilan butun qismini yo'qotib tashlasak bo'ladi. Bu ham teng bo'ladi. 3 ga ko'paytirganimiz ham endi foydalanamiz. Mana buni kasrga yozsak, kasr ko'rinishda, ya'ni 9, mana bu a uchun bu bitta va 7 bir xonalik bo'lgani uchun bu ham 90 bo'ladi. Xo'p, endi xo'p, 70 a, ya'ni bu bitta raqam, 2 xonalik son. Raqam debman. 2 xonalik son. Ayiramiz ani. Bu ham teng nechiga teng bo'ladi? Bu ham teng. Ani ayirsak. Ani ayirmaymiz-ku. Ha deb adashib yozdim. Ani emas, 7 ni ayiramiz biz. Endi mana buni ko'paytira olamiz 3 ga. 23 ni 3 ga ko'paytirsak, bu 3 ga ko'paytirsak 90 bo'ladi. 90 bilan 90 ni yo'qotib tashlasak ham bo'ladi bemalol. Endi buni 3 ga ko'paytirsak 69 barobar 70 nechidir 2 xonalik sondan 7 ni ayirganda chiqadi. Demak, 7 ni bunga qo'shib olsak 76 bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadi a 6 ga teng bo'ladi. Demak, bejavob. Xo'p, ketdik keyingi misolimiz. Xo'p, hisoblang. Buni topshiriq o'laroq sizlarga tashlab qo'yaman. Buni mustaqil ishlaysizlar. Xo'sh, hozir. Keyingisi. Hisoblang. Mana bu. Bitta, ikkita,
sursak mana bu 100 taqsim 4 bo'ladi. Buni ham ikkita sursak bu 200 taqsim 8 bo'ladi. Buni ham ikkita sursak 100 taqsim 2 bo'ladi. Endi hisoblashimiz birozgina oson. 100 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 25 plus 200 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, bu ham 25. Xo'p, keyingisi 100 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 50. Va bizada mahrajda 100 bo'ldi. Suratimiz 1, ya'ni 1 taqsim 100. Bu ham teng bo'ldi 100 dan 1 ga berildi. Xo'p, ketdik. Teskari sonni toping. Teskari son zo'r, ajoyib. Buni o'zingizga topshiriq o'laroq tashlayman. Ajoyib savol. Bunga o'xshashroq misol yechganmiz o'tgan mavzularimizda, shuning uchun ham foydali bo'ladi. Xo'p, quyidagi qaysi biri qolganlarga teng emas? Demak, bu bilan bu bir-biriga teng. Xo'p. Buni davrisini yozadigan bo'lsak, yana 2 bitta. Keyingisi ham keladi. Yo'q, bu xato bo'ldi. 2 32 bo'ldi. 32 bo'ldi. Mana shu menimcha qolganiga teng emas. Chunki mana qarang, 232 ga orqasidan yana 232 ni qo'ysak, bu 23 23 23 23 ketadi. Bu ham 23 23 ketadi. Chunki buni orqasidan yana 3 keladi. 32 keladi. Mana 23 23 yana 23 ketadi. Bu ham teng. Mana bular bilan demak bitta mana shu qoladi. 232 ni orqasidan 232 qo'ysak, ikkita bir xil ketma-ket 23 dan keyin 22 kelib qoldi. O'sha uchun bu bizga bu qatorga tegishli emas, ya'ni teng emas. Xo'p, quyidagilarning nechtasi sof davriy kasr bo'ladi? Sof davriy kasr bo'lishi uchun mana bu narsa mana. Ya'ni faqatgina davriy bo'lishi kerak. Ya'ni 0 dan keyin nechi kelsa, misol uchun 10 keladimi, 100 keladimi, boshqa qanday kelsa, faqat o'shani o'zi takrorlanishi kerak. Ya'ni mana shu tartibda. Tushuntira oldimmi? Faqat shuni mana bu sof bo'ladi. Aralash bo'ladigan bo'lsa, mana bitta mana bu orqasida buzuq paydo bo'lib qolishida. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? 0 butun bo'ladi, 3 bo'ladi. Mana shundan keyin bu asosiy tarkibi, ya'ni bundan keyin keladigan son takrorlanadi. Ya'ni mana 5 bo'lsa, mana shu 5 ketadi endi bu yog'i. Mana bu 3. Bu yerda ortiqcha, butundan keyin ortiqcha 3. Shuning uchun bu aralash bo'ladi. Bu sof, ya'ni 1 sof, bu aralash, bu sof, ya'ni mana butundan keyin 5. Bu aralash. Demak, ikkita bo'ldi. Xo'p, ketdik keyingi misol. A va B o'zaro to'p sonlari uchun shu bo'lsa, toping. O'zaro to'p haqida gaplashgan edik va buni ham bemalol qo'ya olasiz va bu sizga topshiriq bo'ladi. Xo'p, topshiriq. Bitta tekshiraylik desam, tekshirmayman. Menimcha zapisni bosgan edim. Xo'p, ketdik keyingisi. Demak, bu 10 taqsim 2 da. Yana ikkita butun o'tsa, bu ham ikkita butun o'tsa 10 bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Bu ikkita butun o'tsa 10 taqsim 2 5, 20 taqsim 5 4 minus 30 taqsim 15 2. Xo'p, 9 dan 2 ketsa 7 ajoyib. Xo'p, keyingisi ham ajoyib. Buni endi yuqorida gining salgina qiyinlashtirilgan variant, ya'ni 12. Buni endi mustaqil o'zingiz bajarasiz. Xo'p, keyingisi x bu, y bu bo'lsa x plus y hisoblang. Ajoyib savol. Buni 23 taqsim 99 deya olamiz.
va qo'shamiz. 21,53 taqsim. Bu endi 99 bo'ladi. 4 ta 9 bo'ladi. Endi yig'indisini topamiz. Mana shu tartibda topsa ham bo'ladi. Mana shu tartibda topsa ham bo'ladi. Atak yonma-yon qo'ysa ham bo'ladi. Hozir unikini ham, bunikini ham tushuntirib o'taman. O'zingizga qulayini bajarib ketasiz. Xo'sh. Demak, 99 ni bo'lib olamiz 99 ga. 1/1 bo'ladi adashmasam. Mana 99 ga bo'lsak 1 karra bo'ladi. Bu 99 bo'ladi. Keyingi 9 tushganda xo'p 0 bo'ladi va 9 tushsa 1/1 bo'ladi. O'sha uchun mana buni 1/1 ga ko'paytirsak, bu 23 ham nechiga teng bo'ladi? 23. Hisoblab ko'ring. 23 ga teng bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Buni 23 ga bo'lsak, xuddi shunday 1/1 bo'ladi. Bir xil mohiyat, ya'ni 23. Endi 23 ni qo'shsak, 21 53. 40 nechi? 40. 23 ga qo'shsak 21 ni. 44 bo'lar ekan. 23 ga 21 ni qo'shsak 44 bo'ladi. Yana 23 ga 53 ni qo'shsak, 23 ga 53 ni qo'shsak 76 bo'ladi. Xo'p, mana javobimiz ajoyib. Endi osonroq usuli, buni ko'proq eshitsangiz tushunib yetasizki, mana buni davom ettiramiz. Ya'ni 23 mana bu nechta? 4 xonalik, to'g'rimi? Buni ham 4 xonalik shaklda yozib kelamiz. Ya'ni 23. Mana bu shaklda yozsak, bizlar hech kim gapirmaydi-da, 0.23. Yani mana bu shaklda yozib olsak, boya 3 bilan 5 ta qanday tushuntirdim. Xuddi shunday. Yig'indisi 2 xonalikka o'tib ketmasa oson bir narsa. Ya'ni 3 ga 3 ni qo'shsak 6, 6 ni berdi. 2 ga 5 ni qo'shsak 7 ni beradi. 3 ga 1 ni qo'shsak 4 ni beradi. 2 ga 2 ni qo'shsak 4 ni beradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni mana bu yoyilma qilib, mana bu 4 xonalikmi? Bu 4 xonalikmi? Buni ham 4 xonalik shaklda bemalol yozsangiz bo'ladi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Endi keyingi misol 15. Xo'p. 2 bo'lsa aniq qiymatini toping. Shuni mustaqilga qo'yamiz. Hozir topshiriqqa qaraymiz. Agar ortadan oshib ketmasa 20 gacha. Bu ham topshiriq bo'ladi. Hozircha topshiriq emas. Yechib berishim ham mumkin. Quyidagi terimlarning nechtasi to'g'ri? Tengsizlikning nechtasi to'g'ri? Bu to'g'ri. Ya'ni davriy oltin bo'lsa 3 bo'ladi. To'g'ri. Bu yig'indisi to'g'ri. Boyaga aytgan narsamiz. 3 bilan 5 qo'shgandagi narsa. Ko'paytmasi 12 ni beradimi? Buni tekshirib ko'rish kerak. Hozir tekshiramiz. Buni ham tekshiramiz. Bu to'g'ri. 3 tasi to'g'ri. Endi bitta mana buni tekshirsak, bu ham teng bo'ladi 6 taqsim 9. Ko'paytiramiz 2 taqsim 9 ga. Bu 6 taqsim 9, bu 2 taqsim 9. Xo'p, 12 taqsim 81. Bu 3 ga bo'lib olsak 27. 4 taqsim 27 bo'ladi. Atak bo'lish ham hojat yo'q ekan. Mana bu misol uchun mana bu 12 taqsim 99 ku. To'g'rimi? Bizda net chiqdi? 9 kere 9 81 da. 12 taqsim 81 chiqdi. Mana bu narsa bunga teng emas-da. Demak, bu xato. Va xuddi shunday buni ko'ramiz. 6 taqsim 9 ko'paytiramiz 3 ga. Buni bunga bo'lsak 6 taqsim 3 bo'ladi. Bu ham teng 2 ga. 1.8 emas-da. Bu ham xato. 2 chiqdi. Ya'ni qanaqa? Mana 3 bilan 3 9 bilan 3 qisqarsa 3 qoladi. 6 taqsim 3 bo'lyapti.
Shugina xolos. Xo'p, keyingisi. Demak, bu nechta bo'ldi? 1, 1, 2, 4 qoldi. Qolganini ham tekshirib olsangiz ham o'z uchun yaxshiroq nancha bo'ladi. Mana buni ham hozir bitta ko'rsakchi. 6 taqsim 9 ko'paytiramiz. 9 taqsim 2. 2 bilan bu ketadi. Bu 2 qoladi. 3 qoladi. Bu bilan bu ketar ekan. Adashibmiz. Sinab ko'rdim, nimasizlar? Adashibmiz. 0.3 davrda bo'lmaydi. Buning javobi 3 ni o'zi bo'ladi. Demak, bizda ikkita to'g'ri javob. Nechtasi to'g'ri? Mana, nechtasi to'g'ri, ikkitasi to'g'ri. Bu 2 va 4. Bu ham xato. Hop, ketdik. Bu yerda bu qism, ya'ni kvadrat qavs x ning butun qismi, ya'ni 2 plus 1 minus 1 minus 1 da butun qismi minus 1 kiradi. Ayirsak 1 bo'ladi-da. Javob. Ketdik keyingisi. Bu kasr qismi. Figurning qavs. Kasr qismi esa 0.8 ga ayiramiz 0.3 0.5 bo'ladi. Xo'p, ketdik. Shu sonlarni o'z tartibida joylashtiring. Bu topshiriq. Aniq topshiriq bu. Bir-biriga taqqoslaysiz. Shunaqa misollar 20-misol a plus 3 taqsim 4 ifodaning qiymati natural son bo'lsa ana ning kasr qiymatini toping. Natural son bo'lishi uchun buni endi 25 ga ko'paytira olsak 75 dan a plus 0.75 bo'ladi-da bu. Qayerdan kelib chiqdi? Tushundingiz-a? 25 ni bunga ko'paytirsak 100, bunga ko'paytirsak 75. 75 taqsim 100 mana shunga teng. Bu ham teng bo'ladi. Natural son bo'lishi uchun uning kasr qiymatini toping. Xo'p, bunga necha kerak? 25 kerak. 25 kerak. Butunligi bu umuman muhim emas. Necha qo'ysangiz o'sha. Ya'ni butundan keyin srazim 25 bo'lishi kerak. Unaqa joy faqat bejo. Ya'ni bu 1.25 bo'lishi ham mumkin, 2.25 bo'lishi ham mumkin. Tushuntira oldimmi? Lekin 0 mana shu butundan keyin 25 bo'lishi kerak. Boshqasida unaqa natija yo'q. Demak, mana bu 15 ni ham sizlarga topshiriq qilaman. Shu bilan darsimiz ham nihoyasiga yetdi. Savollarni ko'rib chiqdik. Topshiriqlarni tashlab qo'yaman. Haliroq zapisni ham albatta tashlab qo'yaman. Xo'p, efirimiz yakunlandi. Sog' bo'linglar, charchamanglar.